Barchaga assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan Kaizo Sapphire 4 ning 20-qismiga xush kelibsizlar. Men shunchaki adga borib keldim. Bizning uyda esa juda ham ko'plab monsterlar spam bo'lgan ekan. Kelinglar shular bilan urushamiz hozir. Let's go bu yoqqa. Xalq, menimcha hozir yonib ketadi ana bu yoqqacha. Tek. Bu yoqqa. Bilmadim joni qancha qolgan. Qancha bo'ldi? O'ldi bu. Mana ursak bo'ladi. Let's go. Men bir o'zingni olmos uchun ketgandim. Tek. O'zingdan ketmasan, o'zingdan ketmasan. Sen ham o'zingdan ketma. Uni qaranglar, cooldown nechta buni? Yo'qgacha, abbo, shaderlarni perzaguzga qo'yardim. Kecha mana. Urmasa-da bu prosta urmasa. Chunki juda ham yomon effekt beradi. Ana u skret o'lib ketdimi? Abbo. Bo'ldi, bularni bo'lmasa qiynamaymiz, boshqa bir yerdan spam bo'lmaydiganini qilamiz. Chunki spam bo'lib keyin tirilib yomg'irda, ya'ni quyoshda o'lib ketyapti-da. Abbo, uzr shaderlar. Knopkasi bir xilda biroz uchish bilan. Tek mana shu yerlarni ham yoritamiz. Bo'ldi. Ana endi hech qanaqangi monsterlar spam bo'lmaydi va orolimiz tinchroq bo'ladi. Nasib bo'lsa men bu yerga daraxtlarni ekaman hali. Juda ham ko'p gulzor qilib tashlaman bu yerlarni. Fontan qilmoqchi edim. Unisi ham bo'ladi. O'tgan qismda men hamma narsalarimni uyga kiritgandim. Hammasini emas. Asosiy narsani uyga kiritgandim. Bu qismda o'sha kechagi boshlagan narsamizni davom ettiramiz. Va bizga kontroller kerak. ME kontroller uchun men adga borgandim. Addan esa men shuncha narsa kettirdim. Ko'p emas, lekin kam ham emas-da bu palakat. Bu yoqqacha tek narsalarni bo'lmasa, ana u bilasizlarmi? Sunduqni ichkariga qo'yish kerak. Shunda zo'r bo'ladi hammasi. Let's go. Okay, buni ham olamiz. Zira variant tursin mayli. Tursin. Okay, bo'ladi. Xo'p, sunduqimiz qayerda turadi? Mana shu yerda tursa, menimcha yaxshi bo'ladi. Let's go. Xo'sh, eng kerakli narsani bu yerga qo'yamiz. Tik. Nizrit ustaxonasini shuni oldiga qo'ysak bo'ladi menimcha. Nakabalni ham bitta yasab olish kerak. Xo'p, mana bu narsa meni narsalarim edi. Keyin Nizrit o'zi bo'ladi. Bo'ladi. Qolgan ikkita press bilmadim qayerga qo'yganman, lekin topamiz. Bo'ldi. Qolgan narsani sistemaga joylab olsak, menimcha bo'ladi. Let's go. Okay. Ovqat menda turishi kerak. Bularni ham olamiz. Mining bizga hozircha vashshe kerak emas, shuning uchun ham tik. Shuning ham polniy sistemaga tashlab olsak bo'ladi. Xo'p, ovqatni qo'yamiz, chunki buni ovqatda addoni bor. Kopchonligida hozircha menga kerak emas. Narsalarimiz yarim mana bu yerda ekan. Lapatkani bu yerga qo'ysak bo'ladi. Lapatka va kirkani qo'yamiz. Bo'ldi. Qolgan narsalarni sistemaga joylab olamiz. Sistemada tursa yaxshiroq-da, bittada topib olaman. Tik bo'ldi. Bitta backpackim bo'shadi, endi ikkinchisini bo'shatsak bo'ladi. Let's go. Okay, yana narsa qolib ketdi-ya, mayli chiqsa yo'q. Let's go. Bularni ham olamiz. 50 ta azizlar obsidian. Bu juda ham zo'r. Juda ham zo'r. Tak, yana olamiz va narsa qolmadi bunda ham. Juda ham mana shunaqangi ko'p nezerakt keltiryapman. Bilmadim bularni nima qilamiz hali. Menimcha bularni bo'lib gravi va qum qilsak zo'r bo'ladi. Hozir shuni ham yo'liga qo'yamiz. Let's go. Okay, inventory Twix olish kerak-da mana shu sapfirga. Juda ham ko'p resource bo'lib ketadi. Va nihoyat bo'ldi. Hammasini oldim. Shit kimniki? Boss bergan bo'lsa kerak. O'tgan qismda boss bilan kurashgandim. O'sha menimcha shit berdi menga. Va nahotki joy tugadi. Azizlar, flashkalarda joy tugadi. Ko'ramiz. Tip tugagan. Yo'q, 27 ta. Buni byte tugagan. Buni esa bu ham byte tugagan. Wow, flashkada to'ldi hammasi. Hammasi 1000 byte. Opa, mana buni 700 ta byte bor. Короче, shuni hisobidan hozir biz agar 3 tepaga 3 agar, okay.
birtalik narsalarni olib tashlasak sistemadan. Так, nima bo'yicha sortirovka qilinyapti bu? Количество предметов tepaga eng ko'plar 21 mingta bo'lib ketibdi undan. Birtalik narsani agar olib tashlasak sistemadan, istak bo'lmaydigan narsalarni sistemada joy paydo bo'ladi. Va biz bemalol o'zi nimani qo'ymoqchi edim sistemaga? Bilmadim. Va biz bemalol mana buni qo'ysak bo'ladi. Da. Hop, qolgan narsalarni bu yerga qo'yish jinnilik. Menga sunduq kerak. Sunduq. 14 ta sundugim bor ekan. Hozircha shartli ravishda bittalik narsani mana shu yerga qo'yib turamiz. Kelajakda yana flashka yasab olamiz. Bo'ldi. Ana endi azizlar flashka yasasak bo'ladi, chunki flashka birinchi o'ringa chiqib qoldi. Tak, komponent хранения 1K. Mana bu narsa menga kerak. Plus kvart заряженный logический protsessor. Protsessor menda bormi nima? Protsessor 9 ta bor ekan. Xo'p, bunga nima kerak? Redstone va okey. Plus qilib bo'lmaydi. Afsuski crafting table kerak. Crafting table qayerda bor? Stack mana shu yerda bor 3 ta. Xo'p, bo'lmasa, buni qo'yib bo'lmasligi inobatga olgan holda mana shu yerga qo'ysam ancha zo'r bo'ladi. Bo'ldi. Xo'p, nimalar kerak? 4 ta redstone va kristal. Kristal 200 ta ekan, redstone 100 ta yana. Plus degani hammasi plus degani. 9 ta flashga yetadi. Okey, men bu narsa menga kerak endi. Tak, bo'ldi, mana narsa kerak. Kvartsiy stiklo, redstone va temir plus mis. Медная, железная руда, ya'ni slitik. Hamma narsani o'sha yerda pishirish kerak. Nebesniy kamin bo'lsa kerak bu yerda, hozir ko'ramiz. Nebesniy kaminni olamiz deb mana buni qo'yamiz. Let's go. Tepaga chiqamiz. Mana bu chiqib birozgina g'alati bo'ladi-yu, lekin o'sha yerda normalniy. Okay. Yaqinroqda qo'yish variant, men avtocraft qilmoqchiman. Bunday hammasini. Hali ularni polностью to'ldirib tashlayman. Okay. Xo'p, bo'lmasa bizda adashmasam hamma narsa bor. Mana bu narsani yasash uchun kvartsiy stiklo kerak ekan. Kvartsiy stiklo 5 ta bor ekan. Okey, mana bu narsa bor. Drabitelga qo'ysak bo'ladi. Drabitel. Bu zaryadlangan emasmi mabodo? Yo'q, zaryadlanmagan. Drabitelga qo'ysak bo'ladi. Va shu yerda высекательga qo'ysak ham buni ezib beradi. Qo'y. Let's go. Birozgina sabr qilamiz. Ana undan keyin hammasi zo'r bo'ladi. Menga endi stiklo kerak. Okay, Nezerakt. Mana bundan xo'p, buni maydalash kerak. Plavka g'ish berar ekan. Yo'q, bo'lmas. Mana yo'q, bo'lmas. Biznetil metrfugi. Чего? Abbo, buni craftni olib tashlashganmi? Shoshmayla bo'lishi kerak. Uni qaranglar. Nezeritel lom, серьезный? Adamantitовая руда. Чего? Xo'p, drabitelga solsak buni gravini qanaqa olish mumkin? Bundan toshni maydalash kerak ekan. Drabitel menda bor, mana shu interyoda. Toshni maydalaymiz. Xo'p, nahotki nezerakdan olsa bo'lmaydi. Mayli, bulujik. Bundan demak, hech narsa qilsa bo'lmaydimi? Nimasan? Abbo. Bu yoqgacha atom parchalagicha olamiz bitta. Tik. Let's go. Bu yoqga. Bo'ldi. Buni qo'yamiz. Xo'p, bo'lmasa menga bulujnik kerak. Bulujnik 9000 ta bor ekan. Shu yomon emas. Drabitel Ender iodan bunda bo'lishi kerak. Mana bor. Xo'p, maydalaymiz. Shoshmanglar. Pesok menga kerak. Buni ham maydalasak pesok bo'lishi kerak. Pesok. Kecha o'zimga. Xo'p. Crusher bulujnik olib berar ekan bittada. Mana, drabiter o'zi, tushunali. Gravin o'zini qo'ysak mana, bo'ldi. 3% deysan. 70% deysansiz bilan? 3% deysan-chi? 70 va 30 ekan bu ham. Yettoba. Pesok ham tushyapti, bu yaxshi. Xo'p, kelinglar-da sistemaga ulaymiz shu narsani avtomatik tarzda bulujnikdan olib bersa, o'sha yerda zo'r bo'ladi. Lekin uchun bizga iloji boricha ko'proq kabel kerak bo'ladi va shinalar kerak bo'ladi. Hozircha esa shunchaki mana shu narsani o'zini yasab olamiz. Tak, nechta chiqadi? 2 ta ekan, kvartsiy stiklo kerak. Hozir bo'ladi.
Siklop kam menda. Okey. Milosejniy pisok. Mana bu narsa bo'lgani zo'r. Xo'p, bo'lmasa buni olamiz-da. Bunisini qo'yamiz. Lekin juda ham sekin ishlar ekan. Buni upgrade bormi? Улучшение скорости. Mana bu narsa kerak menga. Okey, скорости. Улучшение скорости. Mana bu narsa menga kerak. Xo'p, qanaqa yasaladi? Juda ham oddiy-ku bu. Ikkita shisha, o'smir pil, splav kerak ekan. Mayli, hozircha kelinglarda eskichasiga pechkadan foydalanamiz. Pechkadan o'zi qani. Menda 1 stak pechka bor. Pechka bor mana. Okey. 1 2 3 bo'ladi. Pesok bor menda. Okey, yana bitta bor. Okey, aytilmaydi. Ko'mir ugol bor bundan ham. Bo'ladi. Oddiysidan foydalansak ham zarar qilmaydi, chunki unaqasidan kam menda. Xo'p, birozgina sabr qilamiz va o'yinni tutunga to'ldiradi. Bu zaharli yana. Mana zaharli. Sanda nechta bo'ldi? Bundan olamiz 7 ta. Ishda yomon emas. O'zi menga 9 dona flashka kerak bo'ldi. Ja ko'p ham yasamayman. Shuning uchun ham kamroq bo'lsa ham bo'laveradi. Xo'p, u uchun esa menga pisok o'zini beryapti. Mana bu narsa kerak. Qanaqasigasan? Uzr. Tek bu yoqgacha. Bu zaradniku. Qo'l mashiyotdan ko'tariladi. Bo'laklarga ajratyapti. Sen ishlayapsan nimaga? Ishlasan ham. Mayli. Hali ishlaydi. Okey, ko'taril, tushish bo'lmasin. Xo'p, shishalarimiz bor. Ana endi kelinglarda yasab olamiz. Kvartsoy stiklodan menda 4 ta bor yo'g'imi? 21 ta plus 9 ta. Ajoyib. Xo'p, flashkalar bor. Ana endi 1K ni ham polностью qo'yib olamiz hammasini. Let's go. Bir donagina bo'ldi bunda. Ya'ni 1K deganim bittalik narsalarni ham qo'yib olamiz hammasini. Zahar bo'lsa ham mayli, endi nima qilardik. Xo'p, let's go. Azizlar, menda yetarlicha mexanizmlar bor. Ana endi asta-sekinlik bilan avtografni boshlasak bo'ladi. Hatto pol avtografni boshlasak, menimcha yomon bo'lmaydi. Kecha o'zimga hammasini qo'yamiz. Atom parchalagichni albatta tashqari. Bo'ldi. Joy deb meni bezovta qilmaydi endi bular. Tak, san nima bor hech narsa? Mana bunda ovqat, mana bunda ham mexanizmlarimiz bor ekan. Bularni ham olish kerak hammasini albatta. Okay, let's go. Backpack o'zim ham tashladim. Okay, so back ryukzak. Bu yoqqa. Ajoyib, buni kiyib olamiz. Xo'p, ana endi menga mana bunaqangi kontroller kerak. Kontroller bu bo'ldi, bunisi tak, shoshmach. Yiqilma. Bu bo'ldi, bunisi bo'ldi. Kontroller o'zi kerak. Bu uchun injenerniy protsessor kerak. Press kerak. Injenerniy protsessor olamiz. Almaziy, mana buni ham olamiz. Kremniy protsessorlarni ham olamiz. 5 tami. Juda ham kam. Buni olamiz bo'lmasa, tak, pil. Tak, mana buni olamiz. Bo'ldi. Xo'p, men shuni pishirib bering, brat, iltimos. Mana sizga ko'mir. Tak, bo'ldi. Tik. Xo'sh, endi qo'l mashinga kiryapman. Joyini almashtirib qo'ysak, menimcha yaxshiroq bo'ladi. Adashmayman deb prosta. Tak. Let's go. 1 2. Bo'ldi. Ana endi jamiga ko'p kerak emas. Kontrollerga bittadan kerak bo'lsa, menga nechta kerak? Okey. 1 2 3 4. 4 dan bo'lsa, menimcha 4 ta bo'lishi kerak. 1 2 3 4 ta. 4 kara 4 16 15 ta kerak menga. 15 ta kerak bo'lsa, okey. Mayli, qo'yamiz. Menda bitta bor ekan. Ajoyib. Teskarisi bo'lib ketdi, lekin mayli. Xo'p, hammasini majag'lab tashlaymiz. Ana undan keyin menga kremniy kerak bo'ladi. Kremniy, ya'ni silikon bor 5 ta. Mana shu yerda menda ko'proq bor edi. Mana shu silikon yo'qmi? Yo'q ekan. Bu yerda kremniy. To'g'ri. Kremniy-da.
Nima kremin, uzr. Ikkalasi deyarli bir xil yoziladi. Xo'p, bo'lmasa kutamiz, birozdan ko'proq bo'lsa ham zarar qilmaydi. Ekologiyani dabdala qilyapti bu. Okey, men bu yerga yorug'lik qo'yish kerak ekan. Tam ajoyib. Let's go. We are the champions. Uyja zo'r emas. Bilaman. Hasin o'zi ham tan oldi. Uyingiz unchalik chiroyli chiqmadi, uzr dedi. Bergan pulimni hammasini qaytarib oldim. Hajab bir tim bermagandim. Okay, lekin chidasa bo'ladi. Men uy qurib ber deganimda, bilasan nima dedi menga? Oq uy bo'ladi dedi. Qanaqa oq uy? Internetdan ko'rsatdi. Internetda zo'r edi. Bu yerda esa hozir dabdala turibdi. Lekin yomon emas. Normal chidasa bo'ladi. Chotki. Oppa, ajoyib. Men bu tomonlari bunaqangi bo'lishini bilmagandim. Mana bor ekan. Qaranglar, oq nimalar bor, zaborlar bor. Nimaga tepaga qora qo'ygan? Internetda shunaqa edi. Xo'p, bo'lmasa kutamiz va 13 ta bor. 13 ta bor. Okay, shishalardan ham ko'p bo'lib ketdi. Xo'p, sen nimaga to'xtatding? Bulijni tugabdi bunda. Mana shuni o'zini qo'yib yuboramiz. Menga pesok kerak. Rahmat, addushi. Xo'p, sanchi bo'lding? Endi bunisiga kirishim boshladim. Okay, kremniyni qo'yamiz. Menda 5 ta bor ekan yana. Plus, let's go. Menga redstone kerak. Zahar. Redstone juda ham kam ekan. Nima ham qilardik? Kremniyni olamiz. Okay. Nimani yevordi bilmadim. Qanaqangidir effekt. Vampirskiy kasanya. Wow. Shoshmanglar, bu degani mobilya oldimda. Mayli, redstone ham hali ko'paytiramiz, nasib bo'lsa. Bo'ldingmi sen? Uni qo'ringlar, nima bu, taqdir hazilimi yo hayot izdivatsiyasimi? Men bu yerda edi, faqat bunga bosardim. Endi bunisiga bosyapman. Let's go. 15 ta kerak menga, ja ko'p emas. Xo'p, 12. Birozgina kutamiz. Ana birat qaranglar. Yo'l topamizmi aka? Nimaga pastdan spam bo'lasiz? Nimaga? Koral, shlem, qaranglar, 5-levelda shlemlar beryapti-da. Bu prosta chotki, prosta gap yo'q. Men buni ham hali yasash kerak. Chomniy stal kerak. Menda chomniy stal yo'qmi? Shmela, как раз men uni olgan kukunlarim qani? Hozir. Okay. Обогащенный желез bo'lish kerak menda. Yo'qmi? Уголь. Обогащенный железо. Nimaga ular yo'q bo'lib ketadi, Железо. Juda ham g'alati azizlar. Juda ham nihoyatda g'alati holat. Mayli, metal formerga kiramiz, temirni qo'yamiz, 32 ta. Ketdi. Normal. Birisini ham qo'yib yuboramiz. Bizdan nima ketdi? Bizdan shunchaki ko'mir ketadi xolos. Jonga tegdi bu. Hali yo'q ketadi. Zerikmaydi. Bo'ldi. Menimcha nimamiz tayyor. Kremni tayyor. Bu nima ham qilardik? Xo'p, temirni kutamiz. Temirni po'lat qilish kerak. Po'lat menga ko'p kerak emas, 3 ta kerak. Yoki chomniy nima bormi? Chomniy stal. Men bu narsa kerak menga xolos. Bu nima? Chomniy slitik ekan. Qanaqa? Slitik chomniy stali. Qora po'lat kerak. Угольный пыль, obsidian topiladi, железный slitik topiladi. Bu плавный splav bor. Bo'lmasa kelinglarda угольный пыль, железный, obsidian 365 ta obsidianim bor. Xo'p, bo'lmasa qo'yib yuboramiz. Nechta kerak bizga? 3 ta kerak. 1 2 3. Bo'ldi. Ajoyib. Bu juda ham ko'p energiya oladi. Yo, bu emas. O'ritish narsasi juda ham ko'p energiya oladi. Energiya to'la qo'riladi. Hech qanaqangi uzilishli yo'q. Birozgina kamroq, menimcha, beryapti-da, короче. Xo'p, 11 ta protsessorimiz tayyor. Hozir hammasi bo'ladi. Va buni yasashda yana nimalar kerak? Blok nibesni ukamlar, flus bor, hammasi bor, короче. Hammasi bor. Shoshmanglar, hozir men buni qo'yadigan bo'lsam, keyin qanaqa bu yerga kiraman? Bu savol ham aktual. Yaxshisi, shu yerda bitta uy qo'yish kerak. Kazoni kirib chiqish uchun hozircha vaqtinchalik variant.
и plus bu tomonda ham qo'yamiz. Farqi nima? Shu tomondan kirib chiqsam, o'zimga yo'q, uzoq bo'ladi-da prosta. Tak, hoppa. Mana shundan boshlanganmi, adashmasam. Mana shundan boshlangan. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. To'g'ri sindirdim o'zi. Nimaga men постоянно simmetrik ishlagim keladi. Nimaga bilmadim. Mana shu to'ppa-to'g'ri sindirdim. Bo'ldi. Bu yoqgacha yo'q, tavba. 1 martadir, 2 martadir. Kayzo hamisha emas-ku. Endi shunaqa bo'lyapti-da. Xo'p, bo'lmasa menga ne base ni coming kerak. Bor. Redstone kerak. Redstone o'sha yerda qolmagandi. Redstone pastda bo'lish kerak. Redstone birat mana shuni yarmini berib turing. Hammasini bersangiz ham mayli, roziman. Okay. Xo'p, hozir crafting table uchun tepaga chiqdim. Men shunda flyusiv kristal kerak. Flyusiv kristal nima ekan? Flyusiv kristal. Okay. Xo'p, let's go. 15 ta bola qolsin. Bo'ldi. 1 2 3. Umid qilamanki, ishlaydi. Okay, ulanyapti hozircha. Prosta qanaqa chetlari ham bor buni. Abbo, men faqat o'rtasini hisoblagandim. Yana 4 ta kerak. 1 2 3 4 aytganimda-da, mana chetlari ham bor. Mayli, chiqisi yo'q. Bo'laveradi. Umid qilamanki, qo'shiladi. O'zi bilasizlar, maksimum 16 ta qilish mumkin. Men 16 ta hozir qildim. Abbo, ishlaydimi yo'qmi Xudo biladi. Hech bitta yasab ko'raylik. Xo'p, bu uchun nima qilish kerak edi? Obsidianni majag'lash kerak. Olmosni majag'lash kerak edi. Tak. Bir donagina yasab ko'ramiz. Bir donagina. Ishlashiga ishonch hosil qilgandan keyin yana yasasak bo'ladi tushpasga. San va san. Bo'ldi. Agar bo'lmasa, birozgina kichraytiramiz. Mana buni, lekin normal turgandi-da. Mayli, chiqisi yo'q. Let's go. Flyusiv kristalimiz bor. Okay. Umid qilamanki ishlaysan. Plus va ishladi. Yaxshi. Hozir 17-sini qo'ydim men shunda. Yana 3 ta qilsak bo'ldi. Kirch, menga yana 3 ta kerak shunda. Yana 3 donagina kerak. Tak, kremniydan ham kerak bo'lar ekan. 1 2 3 injenerniy press qo'yamiz. Kremniy tepada bo'lishi kerak. Bu yoqqa chiqqani. Tak, mana shunda kremniy bor. Kremniyimiz bor. Okay. Tak, bu yoqgacha 2 va oxirgisi 3 ni olamiz. I plus 1 donagina kremniy hozircha bo'lsa bo'laverar ekan. Tak, kremniy bo'ldi. Xo'p, bu pishyapti, bu bo'pti hammasi. Bo'ladi. Okay, bu bitta yetadi. Adashmasam, redstone qo'yamiz. Xo'p, shisha bor. Buni ham eritirishsa zo'r bo'ladi. Let's go. Bittasi bo'pti, ikkinchisi ham bo'pti va yana bir donagina. Hali bu yerda juda ham ko'p narsalar bo'ladi. Hali boshlanishi kichkinagina bazacha. Bo'ldi. Toshpasga. Va buni ham olib tepaga chiqsak bo'ladi. Let's go. Okay. Ajoyib. Xo'sh, menga yana 3 dona kerak mana shundan. Plus 1 2 3 ta. Umid qilamanki ishlaydi. 1 2 3 ta. Ajoyib, azizlar, zo'r. Bizda mana bunaqangi kontrollerlar tayyor. Ana endi plavaniya menga kerak. Yo'q, bu emas. Endrio. Bunday bo'ladi. Tak, mexanizmlik kerak. Mana bu narsa menga kerak. Bor ekan bu narsa menda mana. Xo'p, nima kerak senga? Stiklo kerak, 2 ta. Hozir plus qilsak agar, shoshmayla. Redstone o'yinni buzyapti-da. Железный и plus stal. Okay. Stal kerak, stal bo'ladi menda. Okay, bu yoqgacha 28 dan. Birozdan sabr qilish kerak. Men buni o'zidan yasab olish kerak o'sha, bilasizlarmi? Chimli stal menda bor. Ikkinchi grafik hozir qilsak bo'ladi. Bilasizlar, mana shu yerga lift kerak. Lift modini olaymi, nima deysizlar? Agar olsak zo'r bo'ladi. Wow. Xo'p, bu nima? Fluorid bor ekan. Tek. Bu menga kerak emas. Mana bu narsa menga kerak. Olmos, bu uchun kafedra uchun kitob javoni. Knijnaya polka bormi? Knigani o'zi bor ekan. Shuni
inglizcha qilsak zo'r bo'lardi, lekin bo'lmayapti harakat. Bo'lmayapti. O'sha yerda shuni o'zida yasasak ham bo'ladi. 1 2 bor bundan. Xo'p, dalshi nima kerak senga? Poloblok kerak ekan. Poloblok bor. 6 ta berar ekan birdaniga. 1 2 6. Qanasan? Oldimmi hozir men? Sistemaga tashlab, yo'q, bo'ldi. Bor. Tak, endichi tak, stal bor, almas 2 ta va kniga kerak. Almas meni qo'limda bor ekan, kniga bor. Okey. Va azizlar, menda bunaqangi zacharlarni yasaydigan narsa bor. Menimcha bunga hech qanaqangi energiya kerak emas. Shuni hisobidan shu yerga qo'ysak ham bo'ladi. Xo'p, udacha menga kerak. Udacha uchni olish uchun kniga pero, san qayerdan topaman yana problema. 2 izumrud va 6 ta 2 mi bu? Yo'q, menga 3 kerak. 3 kerak. Xo'p, menga pero kerak, chernilli mishok kerak. Xo'p, azizlar, menga birozgina chernilli mishok kerak. Shu bilan craftni yakunlasak bo'ladi. Xo'p, bilmadim kechqurunlar chiqadimi yo'qmi bunaqangi 8 oyoqlar yoki qayerdan topsam bo'ladi, bilmadim. Monster. Masenga. Mayli. Tak. Bitta uxlab olamiz. Ana undan keyin nasi bo'lsa, Xassi so'rayapti, nimaga zaborni olib tashladingiz deb. Zabori Xassini umuman dizaynga tushmaganda, men bunaqangi oq zabor qo'ysam ham mayli edi. Qorasi umuman bo'lmadi, qarochi. Xo'p, uxlaymiz. Ajoyib. Menda nezirit narsalar bor. Tak, bu degani bemalol monsterlar bilan kurashsam bo'ladi. Hozir kurashib ko'ramiz. Lekin menga 8 oyoq kerak. Tak. Qanasan? Bu yo'q. Mana ko'zchalarni ko'ryapman. Kechi. Puchi. Uni qaranglar. Hoppa. Monster yomon uradi, mana qara. Ur. Mana. Yomon uradi. Lekin suzishni bilmas ekan, bechora cho'kyapti dashi. Okay. 8 oyoq. 8 oyoq yo'qmi? Boss qanaqangidir, yo'q, menga boss kerak emas. Nimaga 8 oyoqlar yo'q, tushunmadim. Oppa, nimadir yevordim men hozir. Udacha bor ekan menda. Xo'p, azizlar, bilmadim 8 oyoq qayerdan topamiz, lekin parazit topib oldim. Bu yoqgacha. Totemim yo'q ekan. Mayli. Boshqa suvlarga borib ko'ramiz. Xassiga bitta zo'r uy topgandim, joy topgandim. Hozir ko'rsam o'zga. Agar xohlasang, mana shu yerga qurishing mumkin hozir. 1 minut. Ja, uzoq emas, yaqin. Tekisda zato hozir. Tak. Yo'q, bo'lmas. Bo'ldi. Mana bundan keyin mana qara. Wow. O'zi ham kartani 2 kruga aylandingiz. Bu to'g'ridan chiqsa bo'ladi o'rmondan. Prosta men suv bor joylardan qidirdim-da, 8 oyoqlar nimagadir spam bo'lmayapti. Bu yaxshi emas. Bormi yoki kartaga qaraqani? Yo'q, ko'rinmayapti-da shu kartada. Mana shu nima? Baliq qanaqangidir. Qani? Yo'q, bu baliq. Bu yerdami? Yo'q, bu yerda hech narsa yo'q. Mana yo'q hech narsa. Menga 8 oyoq kerak, chernilli mishok kerak. Men bu narsani yasashim uchun qanasan? Udachani yasashim uchun mana bu narsa kerak. Buni esa faqat mobladan. 8 oyoqdan olish mumkin, xolos. Qayerdan topishni bilmayapman lekin. Okay. Azizlar, bilmadim. Odatda ko'p spam bo'lardi. Bu safar esa nimagadir umuman chiqmayapti. Oppa, mana topib oldim. Voy, bu yoqqa. Oppa, urdim va berdim yo'qmi endi bilmadim. Xo'p, birinchi backpackda bo'lishi kerak. Birinchi backpack o'zi qani? Bermabdi. Juda ham g'alati. Sandachi. Qo'limdagi backpackda bo'lishi kerak. Mana bunda. Tushunmadim. Hozir ko'ramiz. Yana bormi? Nahotki bir donagina spam bo'lgan. Mana bor ekan. Bu yerda juda ham ko'p ekan. Qanasan? Kartada ko'rinyapti eng qizig'i. Mana ichkarida ekan. Bolakay, bu yoqgacha. Bu yerda bu точно ko'rdim va yana bir donagina bor mana shu yerda. Pastda bo'lar ekan-da. Yaxshi mini kartada ko'rinyapti va bundan ham berdim. Xo'p, natijada menda 6 ta bor ekan. Yo'q, bo'ldi, uyga qaytamiz. Xo'p, mana shu boss urib tashlaylik. Cho'ta aka qalaysiz. Uni qara, nezirit branga bilan men shatday o'tiribman shundan. Bu yoqgacha. Uni qaranglar. Tavba. Tak, bo'ldi. Ajoyib. Xo'p, azizlar, bo'lmasa kellarda craftni amalga oshiramiz. Qani meni joyim? Normalni. Xo'p, menga pero kerak.
Pero 12 ta bor ekan. Nechta yasab olamiz? Birdaniga hammasiga yasaymiz, chunki bu hali kerak bo'ladi. 6 ta. Qarasan endi 1, 2 va 3 bor. Xo'p, menga yana nima kerak? Izumrud va 91 ta bor ekan. Lazurit. Ajoyib. Ajoyib. Qo'yamiz va qo'yamiz. Qanaqasiga? Opa, bo'ldi. 27 ta o'rin oladim hozir shumadan. 27 ta o'rin oldi. Voy. Bu yaxshi emas lekin. Bu juda ham yaxshi emas. Nihoyatda yaxshi emas bu. Kellarda mana bu narsani olib kelamiz o'zimiz bilan. Bu yoqqa. Sen keraksan. O'chirdim men buni, nima balo. Tek, bo'ldi. Ajoyib, let's go. Okay. Umid qilamanki, ana endi udachani qo'ysak bo'ladi. O'zim men udachani bolg'aga qo'ymoqchi edim. Yo'qgacha bolg'am meni qani? Udacha 2, udacha 3 qilsak bo'ladimi shuni? Mabodo bo'lar ekan, udacha 3 qilsa bo'lar ekan, 9 ta o'rin olar ekan. O'ylash kerak. Menga sunduq kerak, sunduq. Shu yerga kitoblarni hammasini qo'yamiz, borlarni. Bo'ldi. Peroni ham qo'ysak bo'ladi, kitob o'zini ham qo'ysak bo'ladi, bo'ldi. Qolgan narsalarni esa albatta sistemaga joylab yuboramiz hammasini. Hali menga kerak bo'ladi. Tek. Sistemaning nimasi yaxshi? Xohlagan joydan terminal o'rnatsak bo'ladi. Pastdan ham terminal o'rnatsam bo'ladi. Bek ketdi. Ryukzak. O'zimga narsalarimizni qo'yamiz bo'lmasa hammasini bo'ladi va bu menga kerak, bu ham menga kerak. Xo'p, azizlar, ushbu qismimiz mana shu yerda tugaydi. Kelgusi qismlarda ko'rishguncha deb qolaman. Sizlardan qayzo bo'ldi barchaga.